Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Writing bo'yicha darslarimizni davom ettiramiz va bugun sizlar bilan article yozish mavzusini ko'rib chiqamiz. Demak, mana shu mavzuda bugun sizlar bilan article yozishimiz kerak. You're writing an article for a student magazine va siz demak studentlar jurnaliga qanaqadir maqola yozyapsiz. Do school uniforms help students learn better? Ya'ni maktab formalari studentlarga yaxshiroq o'rganishga yordam beradimi degan savolga biz maqola yozishimiz kerak. Write an article giving reasons and examples. Well, write between 180 to 200 words. Endi article so'zini eshitgan odam ko'pincha readingni tasavvur qiladi. Readingda o'sha artiklar o'qish ko'pchilik duch kelgan bo'lishi kerak, ayniqsa IELTSga tayyorlanayotganlar va juda ham bir murakkab, qiyin narsani o'ylaydi. Lekin aslida bu yerdagi article bilan u yerdagi articlening katta farqi bor, chunki bu yerdagi article bor yo'g'i 180-200 so'zdan iborat va bu o'quvchi yozayotgan article, qandaydir olim yozayotgan bir maqola emas va shuning uchun bu yerdagi talablar u qadar yuqori emas. Shuning uchun qo'rqmaslik kerak article agar tushadigan bo'lsa imtihonda. Bu shunchaki o'sha essayni boshqacha bir nomlab qo'yapti xolos. Umumiy olganda baribir o'sha essay structure, essay yo'nalishi mazmuniga to'g'ri keladigan tarzda yoziladi bu yerda. Shuning uchun hech qanaqa bir qo'rqinchli joyi yo'q. Endi blog post va forum postdan farqi artikelni bu yerda rasmiylik darajasi biroz yuqoriroq bo'ladi. Bu xuddi o'sha IELTS essaylarga o'xshab odatda impersonalroq yozish kerak, ya'ni uchinchi shaxsga ko'proq yozish kerak. Endi blog post, forum post aynan o'zingizni boshingizdan kechgan o'sha misol uchun fikrlar yoki experiencelarni ko'proq qamrab olsa, bu yerda biroz rasmiylik darajasi yuqoriroq. Yani shunisi bilan farq qiladi. Avval aytib o'tganimdek, bu yerda artikelda ham xuddi o'sha oldingi blog post yoki forum post ishlatilgan structure asosida, template asosida yozamiz. Introduction, body 1, body 2 va conclusion va xuddi o'sha essayga o'xshagan bu yerda structure. Introductionda o'zimizni demak opinionimizni berishimiz shart, ya'ni aniq, ochiq, oydin aytishimiz kerak. Misol uchun bu yerda tepada savol berilyapti. Uniforms, ya'ni demak maktab formasi o'qishga yordam beradimi desa, ha, misol uchun ha yordam beradi yoki yo'q yordam bermaydi degan fikrni aniq, ochiq, oydin aytishimiz kerak. Va ozgina introductionda o'sha eslatib o'tamiz. Ushbu artikelda nimani yozishimiz, briefly introduce what you will discuss. Mana shu asosiy talab introductionni. Body paragraph 1, main advantage or reason, ya'ni o'sha asosiy sabab eslatib o'tamiz. O'zimizni demak birinchi eng muhim sababimizni yozamiz va uni keyingi gaplarda explain qilib berishimiz kerak bo'ladi, tushuntiramiz va albatta qanaqadir example bo'ladigan bo'lsa, example qo'shib ketish ham foydali, chunki bizga shunaqa talab berilyapti o'zi, ya'ni example yoki o'z shaxsiy hayotingizdan bo'lishi mumkin, shuni qo'shib keting degan. Shuning uchun albatta example qo'shish tavsiya etiladi. Hop, body paragraph 2 bo'yicha demak ko'rib chiqsak, bu yerda yana qo'shimcha argumentlarimizni berishimiz mumkin, additional point sifatida yoki qanaqadir kontrastni ham aytishimiz mumkin. Ya'ni misol uchun deylik, mavzuyimizda aytilyapti bu yerda o'quvchilarga uniform yordam beradimi desa, misol uchun biz ha yordam beradi degan tomonda bo'lsak, ba'zi odamlar mana yo'q yordam bermaydi degan tomonni ham birinchi ikkinchi paragrafda aytib o'tishimiz ham mumkin, ya'ni kontra argument sifatida. Xo'p, va bu yerda ham o'sha give another benefit, ya'ni qo'shimcha benefitni berish yoki kontra argumentni qandaydir javob berishimiz mumkin. Va keyingi gaplarda explain qilib beramiz. Explain why it's important, nima uchun o'sha fikrimiz to'g'ri ekanligini isbotlashga harakat qilamiz va albatta example qo'shib ketsak yana ham yaxshi bo'ladi. Va oxirida yana conclusion, mana bu joyda fikrimizni yana qaytadan aytamiz. Bu yerda restate qilamiz va mana shu benefitlarni yana qaytadan summarize qilib oxirida yozib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Kelinlar, endi mana shu mavzu bo'yicha template'imizni ko'rib chiqadigan bo'lsak, demak, bu yerda mana states the debate degan narsa, ya'ni bu yerda people disagree about the role of uniforms. Bu yerda ham paraphrase emas, bu ham qanaqadir general statement. Umuman blog post, forum post artikellarda paraphrase degan narsa yo'q, balki qanaqadir general statement bor. Ya'ni bu yerda odamlar bahs qiladi uniformni roli bo'yicha. Ya'ni odamlar turli xil fikrga ega
deb boshlasak bo'ladi. Ya'ni maktab formasi yordam beradimi yoki yordam bermaydimi degan demak mavzuda insonlar turli xil fikrga ega deb yozib olamiz va undan keyin o'zimizni shaxsiy fikrimizni beramiz. Ya'ni shu writer stance degani shu narsa. Ya'ni qaysi tomonda ekanligimizni yozamiz. Ya'ni uniforms bring several benefits. Ya'ni biz yordam beradi degan tomondamiz va bir necha foydali tomonlari bor deb turib, shu foydali tomonlarini endi keyingi paragraflarda eslatib o'tamiz. Demak, birinchi paragrafda equality and focus. Equality ya'ni bu tenglik va focus bu diqqatni jamlash. Ya'ni bu yerda o'quvchilar agar forma kiyadigan bo'lsa, ular orasida tenglik bo'ladi va diqqatini bir joyga jamlash mumkin bo'ladi. Ya'ni uniforms create equality among students va bu yerda asosiy argumentimiz shu. Xo'p, tenglikni yuzaga keltiradi. Va reduces, endi buni effektini tushuntiryapmiz. Ya'ni fashion pressure'ni kamaytiradi. Ya'ni misol uchun o'quvchilar chiroyli kiyinishga harakat qilish bosimidan qutuladi va bullying ham kamayadi. Bullying degani bu aytaylik, kimdir chiroyli kiyinib keldi, qimmat kiyimlar kiydi, arzon yoki kiyim kiyganlar, oddiy kiyim kiyganlarni ustidan qandaydir ta'ziq o'tkazish kamayadi. Ya'ni bu narsa yo'qoladi. Xo'p, va example'da bersak bo'ladi bu yerda. Teachers report few conflicts in school with uniforms. Ya'ni uniform bo'lgan maktablarda o'qituvchilar konflikt kam ekanligini o'sha report qilyapti, ya'ni bildiryapti. Shu narsani bizga aytyaptiki, ular o'sha o'qituvchilar uniform bo'lgan maktablarda konfliktlar, o'sha bolalar orasidagi bir-biri bilan ziddiyatlar kam ekanligini bizga yetkazyapti. Xo'p, help students focus on studies. Ya'ni bu narsa o'sha link qilib ketamiz learningga. Bu narsa ko'proq e'tiborini formaga, ya'ni chiroyli kiyinishga emas, balki o'rganishga ko'proq e'tiborni qaratishga yordam beradi. Va endi body paragraph 2, belonging and practicality. Hop, belonging degani bu biror bir jamiyatni bir qismidek his qilish o'zini va practicality bu ya'ni bu nima deydi? Practical degani amaliy degani, ya'ni bu fashion uchun emas, balki qulaylik uchun ham keladi, ya'ni qulay bo'lgani uchun. Xo'p, demak, uniforms give students a sense of belonging and discipline. Yani sense of belonging shu aytaylik maktabning bir qismi sifatida o'zini his qilishga yordam beradi va disiplin beradi, intizomli bo'lishga imkoniyat beradi. Buni effekti remind students school is for learning not socializing. Ya'ni bu yerda socialize qilish yoki o'zini ko'rsatish uchun emas, balki o'rganish uchun kelganligini bu narsa demak targ'ib qiladi. Va practical example, bu yerda mana practicality masalasi save something in the morning. Misol uchun practical bo'lgan argument shuki, ya'ni siz ertalabda vaqtingizni bekor sarflab o'tirmaysiz, aytaylik qanaqa kiyim kiyaman ekan deb, balki vaqtingiz tejaladi, chunki sizda aniq oldindan o'sha forma talabi bor. Okay, va endi conclusionga o'tamiz. Restate stance, ya'ni tepada mana bu fikrimizni aytgan edik, mana shuni qaytadan yozishimiz kerak bo'ladi bu yerda. Uniforms create a positive environment, ya'ni pozitiv bir muhit yaratadi. Va final point, bu yerda mana tepada aytib o'tdik, concentration haqida gapirdik, respect haqida gapirdik va o'sha learningga qanday yordam berishi va indirectly degani indirectly degani to'g'ridan to'g'ri, indirectly degani boshqa tomondan, ya'ni aynan to'g'ridan to'g'ri emas, balki bilvosita deydimi? Hop, bilvosita ta'sir qiladi learningga. Okay. Hop, kelinglar endi mana shu mavzu bo'yicha sample answerni ham ko'rib chiqsak. Demak, introductiondan boshlaymiz. Mana many students wonder whether wearing a school uniform has any real impact on learning. Ya'ni ko'plab studentlar, many students wonder, ya'ni o'ylashadi, school uniformlarni kiyish foydalimi yoki qandaydir ta'siri bormi deb o'ylashadi. Endi bu yerda students deyotgan sabab, chunki student magazinga yozyapti. Bu yerda studentlar o'qiydigan magazinga yozayotgani uchun many students wonder deb boshlayapti. Chunki studentlarga yo'naltirilgan demak bu yerda article. Hop, endi keyingi gapda while some people argue that clothes do not affect academic results, I believe uniforms can support better learning by creating focus and equality in the classroom. To'g'ri, garchi ba'zi odamlar bu akademik resultga unchalik ta'sir qilmaydi deb o'ylasa-da,
Men shunga ishonamanki, I believe uniforms support better learning, ya'ni yaxshiroq o'qishga yordam beradi va ko'proq fokus qilish imkoniyati va tenglikni yaratadi sinfxonada. Ya'ni bu bilan o'sha o'zini shaxsiy fikrini aytyapti. Meni fikrimcha bu narsa kerak, chunki bu o'quvchilardan ko'proq e'tiborli va teng muhitda o'qishga imkoniyat beradi demoqchi. Xo'p, endi keyingi paragraflarimiz, ya'ni asosiy argumentimiz mana one clear advantage is that, ya'ni bitta asosiy advantage'lardan biri bu distractionlarni kamaytiradi. Reduce distraction in classroom. When all students wear the same clothes, there is less competition over fashion and appearance. Ya'ni competition, raqobat yo'qoladi. Ya'ni fashion bo'yicha, appearance bo'yicha, tashqi ko'rinish bo'yicha, ya'ni bir-biri bilan raqobat qilishmaydi. This means learners can concentrate more on lessons. Ko'proq e'tiborini darsga qaratishi ni anglatadi. Then worrying about what they or others are wearing. Ya'ni o'zlari yoki boshqalar nima kiyim kiyganligini haqida xavotirlanishdan ko'ra ko'proq e'tiborni lessonga qaratadi. For example, many teachers report that arguments about clothing, ya'ni bu yerda o'sha konfliktlar almost disappear, ya'ni deyarli yo'q bo'lib qoladi once uniforms are introduced. Ya'ni o'sha maktab formasi kiritilgandan keyin shu masalalar to'ligicha yopiladi degan fikrni beryapti. Bu yerda ham mana gaplar soni 1, 2, 3, 4 ta gap ekan. Ya'ni 4 ta 5 ta gapdan yozish tavsiya etiladi paragraflardan. Ba'zi paragraflardan. Introduction'da 2 ta yoki 3 ta gap, conclusion'da odatda 2 ta gap yoziladi. Xo'p, endi keyingi paragrafimiz bu yana bitta advantage. Bu another important point is that uniforms create a sense of equality. Yani tenglik muhitini yaratadi. Students from different backgrounds look similar, which reduces bullying and pressure linked to wealth or style. Yani students from different backgrounds, ya'ni kelib chiqishi har xil bo'lgan degani studentlar, ya'ni kimdir boy, kimdir kambag'al, kimdir aytaylik o'shaqa kelib chiqishi har xil bo'lishi mumkin. Ular hammasi bir xil ko'rinadi formada va bu narsa bullying, bir-biriga ta'zyiq o'tkazish va bosim o'tkazishni kamaytiradi, chunki bu boylik yoki uslub bilan bog'liq bo'lgan mana shunaqa ta'zyiqlarni kamaytiradi. Feeling accepted makes students more confident. Xo'p, feeling accepted degani boshqalar tomonidan qabul qilinish. Aytaylik, biror bir kambag'alroq bola bo'lishi mumkin, lekin u hamma bilan bir xil forma kiyayotgandan keyin uni ham ko'pchilik kambag'al ekanligini ajrata olmaydi va uni qabul qilishadi oddiy o'sha bir hamma o'quvchi qatorida. Xuddi shunday boylarni ham. Ya'ni mana shunaqa bir o'zini his qilish makes students more confident, unga o'ziga bo'lgan ishonchni tug'diradi va darsda qatnashishga bo'lgan qiziqish ortadi uni. On the other hand, some argue that uniforms do not directly improve grades. Ya'ni mana shu joyda endi kontra argumentni berib ketyapti. Boshqalarni fikricha uniforms, ya'ni o'sha formalarni kiyish to'g'ridan to'g'ri ballarni yaxshilamaydi. However, they do create a common learning atmosphere which supports better results in the long term. Endi mana shu kontra argumentga javob ketyapti bu yerda, lekin ular mana shu learning atmosphereni yaxshilaydi, ya'ni teng, equal bir atmosfera yaratadi va bu narsa uzoq muddatda yaxshi natijalar beradi. To'g'ri, birdaniga yaxshilab olmasligi mumkin grade'ni, lekin ana shu muhitda yashagan, bir necha yillar o'qigan, yashagan o'quvchilar keyinchalik albatta yaxshiroq natijalarga erishadi degan fikr berilyapti. Xo'p, bu yerda ham gaplar soniga qaraydigan bo'lsak, 1, 2, 3, 4, 5 ta ekan. O'sha 4 ta 5 ta gap yozish kerak bo'ladi. Va endi conclusion qismiga o'tamiz. In conclusion, school uniforms may not magically raise marks. To'g'ri, bu qandaydir magic tarzda, ya'ni qandaydir birdaniga marklarni, ya'ni baholarni ko'tarib olmaydi. But they clearly encourage fairness and focus. Fairness degani o'sha adolat, tenglik, tepada equality degan so'z berdi, shuni fairness deb paraphrase qilyapti va focusni encourage qiladi, rag'batlantiradi, shuni bo'lishiniga yordam beradi. Overall, this positive environment makes learning more effective for everyone. Umumiy olib qaraganimizda mana shu pozitiv muhit o'rganishni
hamma uchun samarali tashkil etishga yordam beradi. Va mana shu ko'rib turgan sample answerimiz 193 ta so'zdan iborat va 180 dan ko'proq bemalol o'sha word requirementga yetadi. Bir ma'lumotni eslatma sifatida aytib o'tsam, biz multi-level testiga tayyorlanmoqchi bo'lgan o'quvchilarga maxsus ilova yaratganmiz, mobil ilova. Va mana shu mobil ilovamizning nomi TM School. Ushbu ilova orqali siz ko'plab foydali ma'lumotlarni olishingiz mumkin va testga yaxshiroq tayyorlanishingiz mumkin. Demak, ilovada listening, reading, writing, speaking sectionlari bor. Undan tashqari video darslar ham bu yerda bor. Bemalol kirib ko'rishingiz mumkin va ayniqsa maslahat beraman sizlarga mana shu speaking qismidan ko'proq foydalanishni. Chunki speaking qismini bilamiz, imtihonda biz kompyuterda topshiramiz va u yerda vaqt bosimi juda ham katta bo'ladi va bilamizki, u yerda ma'lum sekundlari bor o'zini va biz mana shu kompyuter formatiga mos ravishda mobil ilova yaratganmiz. Misol uchun testni ichiga kirib mana ko'rsatib berishim mumkin va xuddi o'sha imtihon holatida bo'ladigan sekundlar mana shu ilovada ham bor. Mana model answer orqali namunaviy javoblarni ham o'rganishingiz mumkin va namunaviy javoblarni o'rganib bo'lgandan so'ng orqaga qaytasiz, boshlash tugmasini bosasiz va imtihon muhitida test topshirishingiz mumkin. Audiolar yozib boriladi pastki qismida mana bu joyda va sekundlar ketadi tepada mana bu joyda mana sanayapti. Hozir 5 sekunddan keyin javob mana bu please tell me about your best friend mavzusida javob berish kerak. Pastda ovoz yozilib ketilyapti. Undan keyin audioni eshitish mumkin bo'ladi. Xo'p, bu yerda har bir part bo'yicha demak savollar berilgan va savollar aynan tushgan savollar asosida tuzilgan. Ya'ni sizga ham qayta shu savollar tushib qolish ehtimolligi bor. Ya'ni shu tomondan ham ushbu savollarga tayyorlanish juda ham muhim. Mana rasmli savollar ham bor. Bu part 1 bo'yicha va part 2 bo'yicha ham xuddi shunday, part 3 bo'yicha ham xuddi shunaqa, ya'ni sekundlik vaqtlar bor. Xo'p, savollar bor, ko'rib chiqishingiz mumkin va full test topshirishingiz mumkin bu yerda. Part 1, part 2, part 3 va full exam shaklida topshirishingiz mumkin. Audiolar yozib olinadi va mana bu joyga tushadi. Buni audioni siz o'qituvchingizga share qilishingiz mumkin, o'zingizga saqlab olishingiz mumkin, eshitib, xato kamchiliklaringizni o'zingiz tinglab ko'rishingiz mumkin. Albatta tavsiya qilamiz ushbu ilovani yuklab olib ishlatishni. O'sha Play Store yoki App Storedan TM School deb qidirsangiz bemalol yuklab olishingiz mumkin. E'tiboringlar uchun katta rahmat. Salomat bo'linglar. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr. See you soon. Take care.